Provkada turibmiz hozir. Shu tarafda yo'l qurilish bo'layotgan qanaqadir. 2 minut oshiqqa svetofor qo'yib qo'yibdi. Bir tarafdan bu tomon to'xtaydi, bu tomondan keladi. Bu tomon to'xtaydi, bu tomondan boradi. İşte 1 minut oshiqdan yashab turibmiz. Shunda chapga burilamiz hozir 100 metrdan keyin. Shunday bo'lganimizda Urganchi Karta mahallasi. Şöyle gelmemiz, şöyle gezdik bizi. 18. Uy. Yani şu bizim uyumuz bula. Sonra da gidiyor. 3,5 yıldızlı mehman. Şuraya koyalım yani şu parkovkamiz. Gideriz. Şu hepsine 5 ming parasına var. Moşinanın arkasında kalayın. Yoğun narsalarni o'zi. To'g'ri, hamma yo'q. Shuni tushirayim, qaytib mashinaga sig'dira olamanmi deb o'ylaydim. Endi bir 10-15 kundan keyin boshqa katta mashina beraman deyapti. Unaqa mashina. Keyin bemalolchi bo'lib qolsa kerak. Biz turgan joy mana. Mana shu 3-etajdamiz. Eng yuqorida. Yuqorida deydi shunaqa. 3 yulduzli villa ekan. Apartman degani, xarajatga mehmonxona degani ekan. Bu taraf esa 40 metr. Keymada mazaxsiz yuribdi odamlar. Biz hozir ishdan chiqib rosa cho'mildik. Uzum bor ekan aytdi. Anjirlar, O'zbekiston mevalaridan. Pomidorlar. Katta-katta bo'lib qoldi.
Şeyde cho'milsak ham bo'ladi, lekin suvi ma'qul kelmaydi, chinday. Ko'ngilga yoqmaydiganroq joy ekan. Mana hozir biz kelgan yo'l. Qurigan o'rmon degan joy mana shu. Mana shu ekan. Sentralroq joy ekan. Hani o'zimizda yilg'inlar bunaqa katta bo'lmaydi. Mana shu hammasi yilg'inlar avtomobillar. Kattaligini qarang. Daraxt bo'lib ketgan. Do'kondan narsa olgan edik. So'mka yirtilib ketdi. Endi shuni ko'tarib 3-etajga chiqib ketish kerak. O'ta katta problema. Elcha daraxt. Zarqon. Mana bu yaponskiy o'rikmi shunaqa ekan mana shu. Shundirganimizda zina boshlanadi. 3-etajga chiqishimiz kerak. Mana shu qishloqni manzara joylarini chizgan ekan. K6 xona. Zerremiga shunaqa video olsa. Kim bor? Hech kim yo'q shekilli. Mana shu oshxonamiz. Yangi uyimiz. Vaqtincha bir hafta turamiz, keyin ketamiz uydan. Sharoitlar yaxshi. Filtrlardan shunday qilib turib, shunday bosib tursangiz yonadi ekan. Mana gradus ko'tarib olasiz. Yaxshi. Bo'laveradi sharoit. Yo'qdan ko'ra. İşte Xolodilniklar. Qozonlarim bor ekan xolodilnik. Televizorlar. Mollar pista ham chaqadi o'ta. Kuchaygan mollar, O'zbekistonda chaqmagan narsalar. Va terrasa. Terrasadan shunday chiqsangiz. Manzara. Manzara bu yerda juda chiroyli emas, lekin toza tabiat. Kechga paytda choy ichib o'tirsangiz, ertalab choy ichsangiz, havosi o'ta toza. Bu taraf Ohangaron. Orqaga qaytamiz.